Qara tushunmadim, ne bo'shamayib qolsin, chakkaga sindirib tashlayman, burnini sindirib tashlayman deydiganlar ko'payib ketdi-yu, sindirursin bemalol. Azizbek Xalikovga murojaat qilsanglar mana. Xohlagan razmeringizda shakli, daxalli sizlar uchun. Kelinglar. Mana ozgina sportda travma olibsiz. Qanaqa bo'ldi jarayon? Nima bo'ldi? Operatsiya bo'ldimi? Nima qilishdi? Operatsiya bo'ldi. Bosh klinikaga bordik, shina taqib qo'yishdi. Operatsiya bo'lmadi ham. Og'ziga keldik, operatsiya qo'ydi. Oldingi holatdan yaxshi o'zimni ro'qatyaptim. Necha kun bo'ldi? Bir hafta bo'ldi. Bir hafta yaxshi ketdi xolos. Aziz do'stlar, Aziz akaga murojaat qilsanglar, sportdami, baxtsiz hodisalar tufaylimi, har xil travmalar olganlar uchun juda ham ajoyib. O'zim ham shu yerda operatsiya qildirganman. Mana shunda men temir turibdi. Uni o'zimdan boshqa, Aziz akadan boshqa, xudodan boshqa hech kim bilmaydi. Nima demoqchiman? Jag' singanda, mana bu ключицаlar singanda temir qo'yib qo'yishadi, suv ichganda qiynalishadi. Bu yerda unaqa narsa bo'lmaydi. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Hech kim kasal bo'lmasin, endi mabodo bir narsa bo'lsa, azizga kelasizlar, jag'inglarni perikachka, peridelka qilib qo'yadi. Rahmat. Mana o'g'lingizni operatsiya qildiribsiz. Qanaqa holatlar, o'zingiz gapirib bersangiz? Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men shu bolam 2005-yil tug'ilgan Diyorbek bolamni boshqa klinikalarga olib bordik, operatsiyaga javob berishmadi. Yunusobodda 7-sonli klinik shahar klinikasiga olib keldik. Azizbek Xalikov operatsiya qildilar. Operatsiya juda ham muvaffaqiyatli o'tdi. Bularning ishlariga, ishga yondashlariga, ishga mas'uliyatlariga juda ham chiroyli ishonch bildirdim. Shifoni faqat doktorlar, vrachlar orqali demaymiz, shirin so'zda ham olamiz. Bularning shirin so'zlari, tez xabar olishlari, ishlariga javob berishlariga juda ham chiroyli gap yo'q deb aytaman. Hammalari juda ham chiroyli qarashdi. Bolalarimiz hozirgi kunda yaxshi, bemalol ovqatlarni ham sekin-sekin, suvlarni ham ichib, bemalol yuvishyapti. Yaxshi, samarasi juda ham chiroyli. Avvalambor hech kim bu yoqlarga kelsin demayman, lekin majburiyat yuzasidan bo'lsa, kelsanglar albatta shifo topasizlar. Avvalambor hamma narsaga Xudo sababchi doktorlarimiz. Azizbekning qo'llari yengil ekan, bizga ham rosa maqtashdi, eshitib keldik. Haqiqatdan ishlariga, mas'uliyatiga juda ham gap yo'q, zo'r, shirin so'zlar, mas'uliyatlari juda ham baland, hamshiralari, qaraydigan qizlar, bolalar, yigitlar hammasi juda ham shirin so'z, tez xabar oladigan, biron bir narsani aytsak tushunmagan joyimiz bo'lsa, chiroyli tushuntirishni beradigan, keyin sharoitlari, tozaliklari, ovqatlari, hamma narsasi, yotoqlari juda ham toza, ozoda. Avvalambor boshlariga tushmasin, lekin majburiyat bo'lsa, kelsanglar shifo topib ketasizlar. Avvalambor hamma narsa Allohdan. Rahmat sizga. 你曾的我这要当真才是用啥把这的还有个还是这个也他这的我说也听这个。Да, мне убирали кисту. Очень сложная была киста. Она находилась в таком месте опасном. Ну, врач молодец. Спасибо ему огромное. Он все аккуратно сделал. Губы у меня нормально. Нервы никакие не повредили. Очень благодарна. Спасибо больнице, врачам, персоналу. И вам тоже большое спасибо огромное. У вас здесь, да, был что-то, да? Да, у меня тут киста была. Я вот буквально полчаса после операции. Mana yarim soat bo'lib operatsiyadan chiqqanlariga Aziz aka aytayotdilar, o'zi ajoyib muolaja qiladigan Azizbek Xalikovga murojaat qilinglar. Mamcha keyin o'zim bilan olib ketay, kerak bo'lib qoladi.